omon dasturining navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etishga biz shaymiz. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Mening yurtim telekanalining omon dasturining doimiy muxlislari. To'y xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, omonning eng sevimli teletomoshabinlari. Yana sizlar bilan birga bo'lib, ajoyib kayfiyat va energiya ulashayotganimizdan bag'oyatda mamnunmiz azizlar. Ajoyib kayfiyatni yo'qotmagan holda ko'rsatuvni boshladik. Bor bo'ling. Yangi yilni yana bir go'zal, osoyishta va ko'ngil xotirjamlikda qarshi olingan go'zal va munavvar tongga har birimizga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening yurtim telekanalini tomosha qilayotganlar, assalomu alaykum. Erta turib bizni izlaganlar, bizga mehr muhabbatini tortiq etganlar, har biringizga tong muborak bo'lsin. Biz boshladik qadrdonlar. Ana endi yaxshilab o'rnashamiz. Marhamat, bemalol. Kelinglar. Hozir e'tibor berdingizmi? Bayram kayfiyati ajoyib, ko'tarinki kayfiyatdamiz, lekin kiyimlarimiz qora botirlar bo'lib turibmiz. Yo'q, biz bayramona kayfiyatdamiz. Albatta. Baribir bayram shukuhi hali hech birimizni tark etganicha yo'q. Omon o'zi bayramona chunki. Chunki studiyamizni o'zi chiroyli bir bayramona qilib bezatilgan va bugun dasturimizga tashrif buyuradigan aziz mehmonlarimiz ham xalqimizda yaxshi kunlarda xizmatda bo'ladigan, xalqimiz yaxshi ko'radigan insonlar. Bugun nazm va navodan bir vaqtni o'zida bahramand bo'lamiz va bayram kayfiyatini albatta yurtdoshlarimizga taqdim etishga harakat qilamiz. Hammaga a'lo kayfiyat va kirib kelgan yil har birimizga barakali, fayzli, omadli yil bo'lsin. Nimaiki o'ylagan yaxshi niyatlarimiz bo'lsa, hammasi ijobat bo'lsin va umid qilamiz 2026-yilda ham bizga munosib tarzda hamrohlik qilasiz. Har holda bir yilni biz yaxshi o'tkazamiz degan umiddamiz. Har holda 6 yilni yaxshi o'tkazdik. Yil yaxshi boshlanyapti, demak bu yaxshi o'tadi degani. Hash-pash kelguncha bu yilni ham bir necha kunini yashab qo'yishga ulgurdik do'stlar. Asosiysi bayram ko'rinishida yashalayotganligini o'zi bu zavqli. Va hurmatli qadrdonlarimiz, hamkasblarim to'g'ri ta'kidlab o'tdilar. Nazm va navoning uyg'unligi bugun zo'r bo'ladi. U ajoyib kuylarda, ajoyib she'rlarda, ajoyib qo'shiqlarda o'z aksini ko'rsatadi. Albatta, bilasizmi, yangi yil qaysidir ijodkorlar uchun yangi ko'rinishlarni berdi. Yangi yil kimnidir bir ijodiga barakali bo'lib kirib keldi va bugun ana shu yangiliklardan bahramand bo'lamiz. Hammasini qo'yinglar, endi mandarinni yesam bo'ladimi? Bayram o'tdi yesangiz bo'ladi-ku. Va o'zi 10-gacha temay tursangiz yaxshi bo'lardi. 10-gacha tursa yaxshi bo'lardi. Hozir sizga qarayman deb Qorboboga qarab qo'ydim. Bo'yi siz bilan barobar ekan. Sal pastroq olib qo'ya qoling. Bu yana ham cho'kkalab o'tirgani agar tursa mendan bala. Sizni to'sib qo'ymasin deyman-da, sal chetroq suring, pastroq qo'ying. Keling, men bu yerga mehmonlarimizni to'sadi-ku agar olib qo'ysak, mayli. Endi sal o'z o'rnini topdi. Albatta. Qorbobo yana bir 4 kun qoldi. 4 kun izzat hurmatini qo'yib turaylik, mayli. Shu oldinda mendan avvalroq ko'rinib tursin, keyin 4 kundan keyin sekingina o'zini sandiqchasiga solib qo'yamiz bu Qorboboni. 1 yil turadi-ku u salda. Ha, 1 yildan keyin chiqadilar. Demak, bayramona kayfiyatda yaxshi kayfiyat bilan yuqorida siz aytdingiz-ku, meni adashim bor deb. Adashingizni yonida har holda meni adashim bo'lmasa-la ham, lekin hamrohlari bor. Albatta. Bugun omon dasturida yangi ko'rinish, xonanda Kumushni yonlarida yana bir ijodkor bor. Demak, biz ular bilan yaqindan tanishamiz, lekin undan avval ularning ijrosidagi bir bayramona kayfiyat, duet qo'shiqni qabul qilishimiz kerak. Zo'r bo'ladi. Demak, bayramona tuhfalarimiz davom etadi azizlar. Yuqorida ism shariflari keltirib o'tilgan ijodkorlarimizdan maxsus bayram sovg'asi qarshi olamiz. Marhamat. Marhamat. Shabada allalar jonga yoqardi, oqshom sokin edi, oyizda soqchi. Maftun boqar edi yorim ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari. Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlari. Shabadada, 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 shabadada.
vaqtni sezmadik uzun tun unutib barcha g'amlarni asta silab o'tib bog'da gullarini atirga to'ldirib qancha yo'llarini shabadada kelar yorimdan xabar bog'lab bir-biriga oshiq dillarni shabadada da shabadada 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 Ofarin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shabada bilan kirib keldingiz. Rahmat, sog' Haligi mehrli Shabada bizni studiyaga ularni yetaklab olib keldi. Albatta. Kelinglar, yaxshilar. Kimsizlar? Qani kelinglar, to'g'ri o'tinglar mehmonlar. Kumush yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshi keldinglar, bayram muborak bo'lsin. Yil muborak bo'lsin. Kelinglar, o'tirib gaplashaylik. Kumushlar har doim yaxshi bo'lishgan, xavotir olmang. Kumush ismi noyob, u kamdan kam Albatta. uchraydi, lekin shu ikkita kumushni ham ikkitasi bizning studiyamizda bugun. Biz bir-birimizni topdik. Qani Marhamat. keling. O'zi bir xil ismlarni o'rtasiga o'tirib niyat qilib olish kerak deyshadi. Bu qanchalik ijobat bo'lar ekan? Tez o'rningizni almashtiring Botir aka. Agar ishonsangiz ijobat bo'ladi. Balki sinab ko'rarsiz. Yo, mayli, efirdan keyin o'tirib turasizlarmi? O'rtaga o'tirib niyatlarimni qilib olaman. Kayfiyatlar yaxshimi? yaxshi, rahmat. Kumush nima bo'ldi? Kumush yemaydi sizni, yaqinroq o'tiring. O'shani aytaman. Sal nafsim buzukroq. Mandarin oldiga o'tirsam yeb qo'yaman deysizmi? Bo'ldi, bayram o'tda yeyishingiz mumkin. Mandarinni yaxshi ko'raman. Siz hammi? Mana. Biz o'xsharkanmiz. Nafaqat ismimiz o'xsharkan. Men kilolab yerdim. Mana ham shunaqa. Bo'ldi. Bo'ldi. Biz dugonamiz bugundan. Sizlarni yeb bo'libsizlar, endi jim o'tiringlar. Kaptola bugun suhbatlashamiz. Shuning uchun buni kilo olib yurganda bizda jak kilo olabmas dedi. Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Erta O'zinglar tongdan yaxshimisizlar? Rahmat, qiynab qo'ymadikmi? Yo'q. Marhamat, bemalol salomlashib ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga xayrli kun. Kun davomida kayfiyatinglar a'lo darajada bo'lsin, yuzinglardan hech qachon kulgu tabassum arimas. Aytganingiz Yaningiz kelsin. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, barchaga kirib kelgan yangi 2026-yil muborak bo'lsin. Albatta yangi yil butun xalqimizga, do'stlarimizga, oilamizga baraka, fayz olib kelsin. Hamma ishlariga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Albatta. Aytganingiz kelsin. Niyatlar ijobat bo'lsin. Sizga aniq omadli keldi, ha? 2026-yil. Albatta. Yil qanaqa boshlandi o'zi? Endi ko'rib turganingizdek, albatta yangi ijodiy jarayonlar, qolaversa ustozimiz Bobur Bobomurod boshchiliglarida Kamron kumush dueti tashkil etildi. Bu albatta meni ijodimda, qolaversa hayotimda bir kutilmagan yangilik va kelajagim uchun nima deydi, yana bir dadil qadamni tashkil etsam mubolag'a bo'lmaydi. Yangi davr boshlandi. Albatta. Albatta. Kumush Kamronni chaqirdimi? Kamron kumush oldiga keldimi? Nima bo'ldi o'zi? Bizni ustoz bostirdilar. O'zi qayerdan boshlandi? Aytib bering, hammasi qayerdan boshlandi o'zi? Nazarimda endi bu savolga ustoz munosib javob beradilar. Biz hozir bu savolni ochiq qoldirib turamiz, chunki ustozni ham qarshi olgandan keyin bu savolga albatta javob olamiz. O'zi yil juda barakali keldi. Kumush sahnada bir o'zi sig'madimi yoniga hamroh? Istadimi, nima bo'ldi? Men uchun ham yangilik bo'ldi. Bu o'zingiz uchun ham yangilik bo'ldi. O'zi umuman yangi yilni qanaqa kayfiyatda kutib oldinglar? Yangi yil qanaqa qarshi olindi? Tabiiyki oila davrasida bo'lsa kerak. Albatta, oila davrasida chiroyli o'tkazdik. Farzandlar katta bo'lib qolishda, kichkintoyimiz. Qolishdi. Ha, Xudoga shukr.
Nimaga? Yaqinroq tanishishimiz kerak men. Albatta, albatta. Siz bilan bir boshidan boshlashimiz kerak tanishuvni. Mayli, bemalol. Qayerdan boshlaymiz? U yurtimizning qaysi nuqtasidan boshlaymiz? Qaysi siz changitgan ko'chalardan boshlaymiz? Ishonsangiz o'zi qo'shiqqa navbat berayotganda siz ismingizni atayin aytmadim. Atayin Kumushni aytdim-ku, Kamronni aytmadim. Siz bevosita o'zingizni yaqindan tanishtirsangiz hammamizga qiziq. Demak, tushunishim bo'yicha Bafurja endi tanishtirdim. Albatta tanishishimiz kerak. Shuning uchun ham shunaqa qildik. Rahmat. Biz siz aytib o'tganingizdek o'sha Qashqadaryoni Qarshi shahridanmiz. O'sha Qarshi cho'llaridan, Qarshi cho'llarni changitgan. albatta. O'sha yerdan hozirda Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at instituti birinchi bosqich magistranti bo'lib tahsil olyapman. Ya'ni Kumushxon bilan kurs ochsak ham mubolag'a bo'lmaydi. Birgalikda tahsil Tanish olyapmiz. bo'lgansizlar demak. Yo'q, eski tanish emas. Shu yerga kelib tanishdingiz bo'ladi albatta. Lekin O'qishda bilasizmi, ko'rmaganmiz Botir Zokirov bir-birimizni. nomidagi dargohda tahsil olasiz-ku, men sizni qiyofangizni ham Botir Zokirovga o'xshatdim. O'zi menimcha birinchi odam bo'lmasam kerak bu ta'rifni aytayotgan. Shunday, albatta, endi oldin o'zim ijod qilib yurganimda juda ko'pchilik o'xshatishgan. Qolaversa 2021-yilda muhtaram prezidentimiz tomonidan Botir Zokirov san'ati davomchilari ko'rik-tanlov tashkil etilgan. Ya'ni ustozimizning 85lik yubileylariga qaror chiqqan edi albatta va shu munosabat bilan Milliy estrada san'at instituti ham tashkil etilgan va tanlov tashkil etilgan edi. Shu tanlovda 3-o'rinni qo'lga kiritganman. Barakalla. Ustozimiz Keyin tobora o'xshab ketgansiz. undan keyin yanada ijodlariga, shaxsiyatlariga yaqinroq bo'lib, nima deydi, Qiziqqansiz. albatta. So'z isboti bilan bir shingil bo'lsin endi Botir Zokirov. Albatta. Shuncha gapirdik-a. Barnolar ichra barnorano gulmisan gul yormisan gulmisan gul yormisan oshiqqa dildormisan hamma gullardan alorano hamma gullardan alorano rano ne yigitlar shaydorano bir kulib kalovlatding qalbimni olovlatding rano hamma gullardan alorano hamma gullardan alo Kumushxon rano Aytmoqchi edim shu Ra'no emas, Kumush desangiz ikkita Yana kumush birinchi marta turibdi. Ra'no desangiz kumushlar qochib ketadi demoqchi. Sezganda kumush deb qo'ydilar. Ajoyib ijro. Ijro uchun katta rahmat deymiz. Endi bevosita bu ijodkorni shaxsiyatiga qiziqqaningizdan keyin tabiiyki qaysidir jihatlarini o'zingiz uchun ham andoza qilib olishingiz mumkin. Masalan, shaxsan men Botir Zokirov eshitganman, bilganman, juda oshni damlashni juda ham yaxshi ko'rgan, juda shinavanda inson bo'lgan. Xatga borsalar albatta osh damlangan. U qaysi chet davlatga borishdan qat'iy nazar. Bir voqeani eshitgandim, o'rmonga boribdilar-da. O'rmonga borsalar sharoit yo'q-u. Haligi chelak topdilar. G'ishtlarni qo'yib, o'choq yasab, endi osh tabiiyki o'xshamagan edi, lekin o'sha yerda ham osh damlagan ekanlar. baribir osh. Faqat osh qilishni bilmayman, lekin Yangi yilda nima hamma pishirdingiz? Yangi yilda to'g'risi tadbirlar bilan bo'lib, ijod bilan bo'lib, Uydagilarga qo'yib Bilganlarni yeganlar demak. faqat uyga bayram kutib olish uchun bordik, sen mubolag'a bo'lmaydi. Bozorlikni qilib berdingiz asosiysi. Albatta. Bozorlikda ham xarajatlarni berdim, sen bo'ladi. Bozorlik Eng muhimi, bu eng muhimi. Eng asosiysi shu, sizlar pulini beringlar, biz pishiramiz. Bor bo'ling. Kamronni men eshitishimga qaraganda, ma'lumotlarga qaraganda, bir vaqtda bo'lgan endi yigit kishi o'sha bolaligida, o'smirlik vaqtlarida har qanday ishni qilib ko'rishi mumkin. Uyda bir kserokopiyalarda qog'ozda chiqarib sotgan ekansiz deb eshitdim. Shunaqa ishlar bo'lganmidi? Lekin haqiqatda juda ham bir chiroyli izlanibsizlar. Bu ancha Sherlock Holmes nabirasi. ancha yillar oldin bo'lib o'tgan voqealar bu. To'g'ri, kserokopiyada ya'ni ishlaganman. 2000 adashmasam 10-11-yillar edi. Akam olib berganlar kompyuterda, ya'ni shunchaki o'yin o'ynash uchun. Lekin men uni aynan vaqtni besamar o'tkazmaslik maqsadida, endi u vaqt kam bo'lgan, kompyuterlar kam bo'lgan. Foydalangan. Ha, albatta, qo'lyozma yozuvlar ko'p bo'lgan, lekin men o'sha oldingi qilingan referatlarni bo'lar edi, keyin o'qituvchilarning ishlarini
ozgina choy chaqaga endi. Yaxshi, bu yaxshi. Shul bo'lgan. O'shanda 20 so'm, 25 so'mlik bo'lganmi yo'qmi? Bo'lgan. Qarang, bir 20 kunligimdami, 25 kunlik ishlaganimda 20 ming so'm pul olganman. U men uchun juda ham katta pul edi u. Chunki o'zim birinchi ishlab topgan pulim edi va sinfdoshlarim oldida ham 20 ming pul bor, ikkisida nima ham shunaqa yurilgan. Pulsiz qolmayman deng asosiysi. Kumushchi san'atga daxli bo'lmagan nima ish qilib ko'rgan? Ishlarsa. Omon dasturida ustozni ham qarshi olamiz. Ular bilan dildan suhbat qilamiz. O'sha yuqorida aytilgandek, haligi Navodidek uni oldida nazmi ham bor. Albatta, sal keyinroq bo'ladi. Albatta, usiz iloji yo'q. Botir aka, bilasizmi, o'sha nazm kirgungacha gaplashib oladigan gaplar bor-da. So'rab olishimiz kerak. So'rang o'shani. Ustoz kirsalar keyin buni gapira olmay qoladi. Formula aytinglar, rostini aytinglar. Gaplashib olaylik. O'zi guruhga kirishga qanday rozi bo'ldingiz? Nega ko'ndingiz? Yo'q, albatta bu ijod. Ustoz endi tanlovlarda qatnashganmiz. O'sha yerda nazar tashlab qo'ygan ekanlar. Keyin aynan endi yaratganda izmim juda ham ko'p uchrashib qoldi yaqin orada. Juda ham ko'p takror uchrashuvlar bo'ldi. Keyin bir konservatoriyada bir chiroyli tadbir bo'ldi. Unda biz alohida hali Kumushni men tanimas edim. Bir yaqinda gaplashib, qanaqa men sizni shunaqa ko'rganman, siz oldimdan mana o'tib ketdingiz. Sizni kibrli deb o'ylaganman, shunaqa gaplar bo'lgan. O'tib ketdilar. Keyin, siz shu bolamidingiz? Men sizni ko'rgandim deb o'sha konservatoriya tadbir bo'lganlarda. O'sha yerda ustoz ham pastda o'tirgan ekanlar. Keyin chiqishimizni ko'rdilar. Undan keyin shu sahna ortida ozroq suhbatlashdik. Ijodiy fikrlar bo'ldi. Keyin shu yo'g'i mana Lekin nechidir sekund bir-birimizga tikilgan ekanmiz, lekin men ko'rmaganman. Sizlar olmadilar. Siz aytdingiz-ku, xotiram yaxshi emas dedingiz. Ishlar haqida biroz gaplashamiz, Komron, lekin bitta tarafi borda, Bobur aka bilan hamkorlik qilishni, ijodiy loyihada ishtirok etishni boshlanishi xayrli deyishadi. Ajralish xavfli deyishadi-da, u tarafni Endi inson o'ziga bog'liq u. O'ziga bog'liq. Bizda shunaqa bir aynan meni shunday bir xarakterim bor. Qilingan ishlardan faqat nima deydi? To'g'ri xulosa chiqaraman va o'ylaymanki, bunaqa hodisalar ro'y bermaydi. Hamkorlikning boshi bilan oxirini aniq kelishib oldingizmi? Yo'q, boshi, oxiri yo'qmi? Oxiri bo'lmaydi. Ammo endi baribir shartnoma qilinadi-yu, kelishuv bo'ladi-ku. Qanchaga endi Bobur akam juda usta bu masalada, haligi xat hujjatda. Masalan, 5 yillik, 10 yillik degan shartnoma bor. Uylanasan, uylanmaysan, o'tasan, ketasan degan joylar bor. Kelishuvlar bo'ldimi? Yo'q, dabdurustdan qabul qilinmaydi-yu. Bu so'zlarga ustozimiz agar taklif qilsangiz, o'zlari bemalol javob beradi. Chatasiz. Sizga va'da qilingan nazm keyinroq studiyamizga kirib keladilar. Hozir esa biz reklamaga e'tibor qaratamiz. Undan keyin bafurja gaplashamiz do'stlar. Hammasi oldinda. Bizdan uzoqlashmang. Do'stlar, bizda bayramona kayfiyat va omon-omon e'tiboringizga havola etilmoqda va navbatdagi mehmonimiz studiyamizga kirib kelish arafasida. Albatta, muxlislarimiz rosa kutib o'tirishdi. Albatta, bu ijodkorni qarshi olamiz deb. Azizlar, katta hurmat bilan, ehtirom bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, dotsent, shoir, ko'ngil kuychisi Bobur Bobomurodni qarshi olamiz. Bobur aka, keling. Aferin. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Omonmisiz. Xayrli bo'lsin Bobur aka. Yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yillar muborak bo'lsin. Sizga ham muborak Biz bo'lsin. siz haqingizda kelguningizgacha ancha gaplashdik. Yaxshi Va gap. to'g'ri qildik Bobur aka, siz oldingizda gapirib bo'lmas u gap. Endi siz oldingizda gapirsa bo'ladiganlarni gaplashamiz. Yaxshi gaplar bo'ldi. Yaxshi kutib oldingizlarmi? Qopdi bular darsxondan. Qolgan hozir bular yeyman deganlarga olib qo'ydik. Mandarin xo'rman dedilar. 1 kilo yeyman dedilar-da o'zlari ham. O'zlarida ayb. Yo 1 kilo deganlari yo'q. Kilolar. 1 kilo bo'lganda-ku bu joyda turgan bo'lardi. Bobur aka, siz nimani yaxshi ko'rasiz mevalardan?
O'zbekistonda qaysi meva hammasidan. Hammasi. Uzumdan Ko'proq tortib mazza qilib yeydiganingiz. vaqti bilan. Masalan, anjir avgustda pishadimi? Albatta anjir. mavsumiga qarab. Mavsumiga Bahorda tutma to'yib yeyman. Olma ham shunaqa, uzum ham shunaqa. Vaqtida hamma narsani yeyish kerak. O'zbekistonning mevasiga yetadigani yo'q. Yetadigan yo'q. Ana yaqinda man chet ellardan Mazza o'shanda. Chiroyli, lekin O'zbekistonning shirasi yo'qda. Albatta, O'zbekistonning mevalari go'zal. Yangi yilni qanday kutib oldingiz? Ijod va yana ijod tinganimiz yo'q. Ana yangi qo'shiqlar, manimcha eshitdingizlar. Yangi guruhlar. Ha, yangi duet. Xudo xolasa yaxshi boshlandi, iloyim bardavom bo'lsin. Bobur aka, nima ehtiyoj bo'ldiki, kumush oldiga Kamronni olishga majbur bo'ldikmi yoki bo'lmasa uni taklif qildik? Masalan, kumush binoyda sahnani to'ldirib ijod qilib turuvdi. Nega aynan alohida emas, guruh qilib oldingiz? Endi ijodlar davom etaveradi. Faqat men aytmoqchimanki, endi sizlar shou biznesda yurasizlar, shou biznes talablari bor. O'zini talablari bor. Hozir endi katta ketmaylik, lekin yarq etib turgan bir duet yo'qda. Yo'q. Va 70 yoshdan 7 yoshdan 70 yoshgacha manzur bo'ladigan qo'shiqlarimiz ko'p. Bizning san'atimiz shunaqa boyki, oldingi qo'shiqlarimiz, hozirgi qo'shiqlar, yangi yaratilgan qo'shiqlar yangi chehralarni talab qiladi-da. To'g'ri. Va o'ylaymanki, juftlik baribir ham shou biznesda doim yaxshi qadrlanadi. Uni guruh deb qaramaslik kerak. U ikkita san'atkorni, ikkita ijodkorni bir-birini maqsadni birga qo'yib ijod qilishi. Hozir o'zbek estradasida Farhod va Shirin yo'q. Balki uni qumsayotgandirsiz. Endi men emas, muxlislar qo'msayotgan bo'lishi mumkin. Biz faqat yo'llanma berib turamiz. Har kimning o'zining davri bor. Har odamni, har bir Albatta. ishni ham o'zining davri bor. Menimcha endi yangi davr boshlandi. Endi bularni davri keldi deng. Yangi Albatta. davr, Xudo xolasa. Davringiz xayrli bo'lsin. Rahmat aytishim kerak. Botir Zokirov nomidagi o'sha Milliy estrada institutida Azaka Mansurov bizni taklif qildilar. Bir konkurs bo'ldi u yerda va o'sha konkursda juda bularning kursdoshlari, bulardan birga o'qiydigan yoki bulardan kichik katta kurslarda o'qiydigan bolalarimiz borda, juda talantli. Va ularni biz juri sifatida baholadik endi. Va Komronbek chiqqanida endi Botir Zokirov o'zi chiqib kelganday bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Men ham yaxshi ko'raman, oila yaxshi ko'ramiz. Biz uyimiz doim plastinkalar keyin suhbat bo'ldi. Konkurslardan keyin suhbatlar bo'ldi. Gapdan gap chiqib ketib, hazil bilan bo'ladi-ku. O'zi tasodiflar hech qachon tasodif emas. Aslida. Keyin qarasam birini ovozi tushyapti. Tashqaridan qaraysan, Botirxon yaxshi biladi nima. Sizlar bilasiz, to'ylarda yurasizlar, nima davlat tadbirlarida yurasizlar, duet qilish juda qiyin. Albatta. Kerak. Endi Xudo shuni so'ragan ekan. Demak, nasib shu bo'lgan ekan. Albatta, hozir bayramona efir deyapmiz-ku, lekin unga qo'shiq yetishmayapti-da. Yurakda yoki lazgi qaysi birini eshitamiz? Albatta yurakda yoshlik. Alimi Bobur aka, bitta tarona eshitamiz, undan keyin yana samimiy suhbatimiz davom etadi. Marhamat. Marhamat. Sahnamizga ijodkorlarimizni taklif etamiz. Birga. Edi bahor o'shanda, sayri gulzor o'shanda, ishqing yurakni yoqar, dil beg'ubor o'shanda. Edi bahor o'shanda, sayri gulzor o'shanda, mehring yurakka yoqar, dil beg'ubor o'shanda. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Dardim aytsam til yonar, jonim yonar, dil yonar. Sensiz o'tgan kunlarim holiga kim ishonar? Dardim bor bo'lmasaydi, dili zor to'lmasaydi, bu ayriliq ko'p yomon, qalb armon bilmasaydi. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana.
yasha. Kelinglar. To'g'ri ijro. Endi Rahmat aytamiz. Rahmat. Tashakkur bildiramiz. Marhamat, o'z o'rningizga egallashingiz mumkin. Qo'shiqlaringiz Endi esa- bir-biridan ajoyib kayfiyat ulashyapti bizga. bu hali boshlanish. Hali Bobur aka. syurprizlarimiz ko'p. Ijodkor ahli hech qaragisi kelmaydi. Yo'q, To'g'risini yo'q, aytaylik. yurakda Bobur akam yoshlik ana. Hech qaragilari kelmaydi. 18 Ko'ngli yoshli har yigit. doim yosh. Qarishdan nima naf? Yosharib yasha. Albatta. Ko'ngil har doim yosh bo'lsin. Albatta. Ko'ngilli yosh bo'lish uchun nima kerak bo'ladi? She'r kerak bo'ladi. Muhabbat kerak bo'ladi. Nazm. Biz dastur boshidan beri ta'kidlagan nazm vaqti yetib keldi. Eshitamizmi? Bu she'r ham yurakda, yana Yurakdan chiqib telefonda. keldi, ko'rdingizmi? Telefondan marhamat. O'tirsak bo'ladi. Turamiz. Sog' bo'linglar. Ishq g'amiga duchor bo'lmang. Men bo'ldim, siz zinhor bo'lmang. Ko'zimga xob kelmaydi hech, berohat u bedor bo'lmang. Men-ku zori bo'ldim yorning, zor bo'lmoqdan bezor bo'lmang. Sevmoq o'zni unutmoqdir. Ishqqa mashg'ul, bekor bo'lmang. Yolg'oni ko'p bevafoning ishvasiga xumor bo'lmang. Ishqsiz yashab bo'ladimi? Imkoni yo'q, inkor bo'lmang. To sevgi bor, yashar Bobur. To sevgi bor, yashar Bobur. O'zgasiga iqror bo'lmang. To sevgi bor yashar Bobur. To sevgi bor hammamiz yashaylik. Bobur aka bayt bitganingizda o'sha Yashar Bobur degan joyda Zahiriddin Muhammad Boburni hech eslaysizmi? Albatta haqlariga duo qilamiz, chunki 60-yillarning so'ngida Faxriddin Umarov rahmatli ustoz Bobur lirikasini olib chiqa boshlaganlar va Mo'minov degan ulug' alloma ustoz akademikimiz Ibrohim Mo'minov rahmatli u kishi Bobur lirikasi bo'yicha u kishi ham ilmiy ishlar qilganlarida xalqqa taqdim qilingan. O'sha paytgacha u shoh, u boshqa rosa tanqid bo'lganda Bobur mavzusi chetlashtirilgan. Keyin onam rahmatli ko'p kitob o'qiganlarda va uzoq vaqt endi 4-5 yil farzand bo'lmagan ota-onamning orasida ular sevishib turmush qurgan. Keyin meni tilab olishgan. Xudo bizni bergan to'ng'ich farzand sifatida va onam yugurib Bobur degan ism qo'yganlar. Demak, ta'siri bor-da. Buxoroda Bobur degan ism u vaqt urf bo'lmagan. Keyin endi ta'siri bor ekanda. Kemani qanaqa nomlasang shunaqa sizib ketadi deydi-ku. Bobur aka necha yil davomida kutilgan farzandsiz? 4-5 yil. 4-5 yil kutilgan. U vaqtlar endi rosa uzoq harakat qilishganda endi Buxoroda avliyolar ko'p-ku. Qadamjolarga borishgan, doktorlarga borishgan, eskiliklar qilishgan, nimadir. Endi mendan keyin endi ketgan yo'q. 6-7 ta farzand. Bizda shunaqa birinchi farzand tug'ilgandan keyin u 10 yildan keyin tug'iladimi, ikkinchisi 15 yildan keyin hech kimga qizig'i yo'q, lekin birinchi farzand albatta to'ydan keyin 1 yil davomida dunyoga kelish kerak. Va Bobur akam ana shunday orziqib kutilgan va ota-ona ilhaq kutgan farzandlardan biri. Shuning uchun ham xalqimizga mana shu ismni zamirida ham katta hikmat bor-da, o'zi ismni yarmi bir taqdir deyshadi. Mana shu xalqimizga ko'p yillar xizmat qilish sizga nasib etgan. Ilohim. Mana shu endi tanlangan juftlik deymizmi, ijodda ko'p yillar xizmat qilishsin. Yuqorida savol berdim, javob bermadilar. Ustoz javob beradilar dedilar. Kamronga aytildimi bir 5 yil davomida ishlaymiz yoki 6 yo'q. Ishonasizmi, hatto familiyasini ham so'raganim yo'q, nimasini ham so'raganim yo'q. Qayerdan nima? Shunchaki ijod qilyapsizlar bo'ldi. Ijod bizga shunaqa. Eng qizig'i biz ham so'ramaymiz u familiya. Va qayerdan nimaligini ham so'raganim yo'q. Kamron familiyasini so'rab qo'yaylik. Endi hammasini aytaversak ham qiziq. Familiyani aytish kerak. Keyingi nimalarga ham Sizlar eslab qolsin. Bizni Kamron kumush deb bering bo'ldi. Keyin hech qachon hech kim bilan shartnoma qilmaganman. Shartnomani foydasi ham yo'q deb o'ylayman, chunki davlatlar o'rtasida katta faktlar. Asosiysi o'zaro ishonch. Bobur aka, bitta muhabbat haqida she'r. Bo'lsin Bitta. Sal o'zlariga kelmasinlar. Billur ilib zar poyondoz to'shash mumkin, durlaganda tansiq taom oshash mumkin, odam qilgan ishni odam uddalar-ku, muhabbatsiz axir qanday yashash mumkin. Ko'ksingdagi kesak emas, yurak bo'lsa, inson degan kimgadir sal kerak bo'lsa, bu hayotda yashashdan bir tilak bo'lsa, muhabbatsiz ayting qanday yashash mumkin. Tosh bo'lsa ham mehr ko'rsa ketkay iyib, oshiq ko'ngil o'z yoriga yetkay suyib. Sevmas bo'lsa Bobur umri o'tkay kuyib, muhabbatsiz bilmam qanday yashash mumkin. Nasib etsa, taqdir etsa, yigit menga 100 samanni, yosh o'tdi deb sovutkaymi kuz tanamni, 80da ham sevib qolgum qiz sanamni, muhabbatsiz axir qanday yashash mumkin.
Ziyoda opa. 2003-yilda yozilgan she'r. Yo'q, 98. Undan ham oldinroq. Qoyil. 2003 da qo'shiq bo'lgan. Ana buyuk asarlar shunaqa uzoq yashaydi. Botir aka ta'rif keltirganingizdek, usulga tusholmay qolmasligimiz uchun bitta o'zimizni sinovdan o'tkazamiz. Uning uchun bizga bitta lazgi kerak. Marhamat. Ana. Gördümki bir pari geler sallana sallana. Gördümki bir pari geler sallana sallana. Aşığını köylüne alıp geler nazlana nazlana. Aşığını köylüne alıp geler nazlana nazlana. Senin o'zing bir yona, mening o'zim bir yona. Ishqingda o'lar bo'ldim, bo'zladim yona yona. Qora ko'z boy boy boy, shirin so'z boy boy. Qora ko'z boy boy boy, shirin so'z boy boy. Kamoli to'lgan oydek yuzima o'rtandingmi? Kamoli to'lgan oydek yuzima o'rtandingmi? Qalam bilan chizilgan qoshima o'rtandingmi? Qalam bilan chizilgan qoshima o'rtandingmi? Sani o'zing bir yona, mani o'zim bir yona. Ishqingda o'lar bo'ldim, kuyladim yona yona. Qora ko'z boy boy boy, shirin so'z boy boy. Qora ko'z boy boy boy, shirin so'z boy boy. Sharqira boqqan soydek sochingga o'rtanaymi? Sharqira boqqan soydek sochingga o'rtanaymi? Xumorlanib suzilgan ko'zingga o'rtanaymi? Ey xumorlanib suzilgan ko'zingga o'rtanaymi? Sening o'zing bir yona, mening o'zim bir yona. Ishqingda o'lar bo'ldim, bo'zladim yona yona. Qora ko'z boy boy boy, shirin so'z boy boy. Qora ko'z boy boy boy,
shirin so'z boy boy qora ko'z boy 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 shirin so'z boy boy qora ko'z boy 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 shirin so'z boy boy qora ko'z boy 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 shirin so'z boy boy qora ko'z boy 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 shirin so'z boy boy ishqingda o'lar bo'ldim qolmadi bir bahona Tashakkur bildiramiz va mana shu kayfiyat bugun kun davomida, qolaversa 2026-yil davomida hammamizga hamroh bo'lsin deymiz do'stlar. Albatta, bugungi tashrifdan minnatdormiz. Yil hammamizga barakali bo'lsin. Hammanglarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va omon-omon tonglarda yana yorug' yuz bilan uchrashish hammamizga nasib etgan bo'lsin. Albatta. Azizlar, mening yurtim telekanalida yana omon-omon dasturida ko'rishguncha omon bo'linglar.